Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Biz bugun berkinmachoq o'ynaymiz. 10 ming dollarlik muzlatgich yutish uchun. Bolalar esa xohlagan joyga berkinishi mumkin. Server qani darvozalarni och. Yo xudoyim, men qayerga berkinishni bilmayapman. Xudoyim. Ular Amerikaga berkinishi mumkin. Aziya, Yevropa, Afrika. Qayerga xohlashsa berkinishi mumkin. Yo xudoyim, axir bu ozodlik haykali-ku, qanday chiroyli. Men Yaponiyada bilaman. Agar men berkinmasdan qochib yursam-chi? Axir bu aqlga sig'maydi. Ularni dunyo bo'ylab izlashimiz kerak. Qanday ularni topamiz? Ularni izlagancha butun umrimiz ketadi. Men mana bu yerga berkinaman. Menimcha hech kim topolmaydi. Oh, ajoyib. Meni hech kim bu yerdan topolmaydi. Mana bu yer menga yoqdi. Yo, men uchun mana bu yer ajoyib joy. Men o'zimga o'simliklardan skin yasayman. Men albatta g'olib bo'laman. Menimcha mana bu yer yomon emas. Mana bu yerga tushsam hech kim ko'rmasmikin? Ajoyib joy. Men esa ikki daraxtning o'rtasidan joy topdim. Ajoyib joy. Biz esa Yaponiyadamiz. Qani boshladik. Men ham o'zimga bir ajoyib joy topdim. Agar jimgina o'tirsam hech kim meni ko'rmaydi. 10, 9. Qani tezlashtiramiz. 1. Qani boshladik. Ura! Yo'q, xudoyim, ular uchib kelishyapti. Ular biz tomonga uchib kelishyapti. Ey, xavotir olma. Har doim ham Eiffel minorasini buzavermaysan. Mana senga Fransiya. Oy, Texna, Antarktidaga kimdir bormi? Agar men senga bu informatsiyani bersam, menga nechta muzlatgichni pulini berasan? Agar menga aytsang, men senga 5000 dollarlik muzlatgich qo'shib beraman. 5000 dollarlik muzlatgich? Qani bu yerdan uchdik. Yo'q, xudoyim. Yo'q, xudoyim. Ilohim Kris meni ko'rib qolmasin. Chandler, nega ularga meni sotib qo'yding? Ey, bilin, men bilmay qoldim. Sen shu yerdasan. Yo'q! Ha, bu aniq. Sen shu yerlardasan. Bu yerni portlatamiz. Nima? Senda bombalar bormi? Ha, bolajonim. Kris, sen meni hayotda topolmaysan. Oh, men seni ko'rdim. Men seni ko'rdim. Sen g'irromlik qilyapsan. Men seni o'ldirdimmi? Yo'q. Ey, shoshma, men seni aniq. Chandler, men seni o'ldiraman. Sen hech qachon muzlatgich ololmaysan. Men seni baribir o'ldirdim. Sen meni portlatib yubording. Oy bolalar, kim sherigini menga sotib beradi? Rossiyada juda ham ko'p odam bor. Men Rossiyani o'zim izlayman. Bu yerda kimdir bormi? Alo? Ey, yo'q xudoyim. Tushunmadim. Men hujum qilayotganimni sen Yo'q sezyapsanmi? xudoyim, men o'lib qoldim. Yo'q, men seni o'ldirdimmi? Ha, shunday. O, men o'zim ham hayron qoldim. Sen shu binodamiding? Ha, men ichida edim. Yes sallani padaringlar. Mana endi biz dunyodagi eng katta muzlatgichni oldidamiz. Yordam beringlar, men muzlab ketdim. Chandler, sen bu o'yinda birinchilardan bo'lib o'lib qolding. Ha, men xato qildim. Men eshityapman. Menimcha Fandi Kanadada bo'lsa kerak. Men bilishim bo'yicha Yangi Zelandiyada odamlar ko'p. Ey, u aldayapti. Sen uni aldomiga ishonma. Qani bo'lmasam tekshirib ko'ramiz. Qani Yangi Zelandiyada odam bormikin yoki yo'q? Men muzlatgichimni hech kim ola olmaydi. Balkim Avstraliyadadir. Qani bo'lmasam operaga hujum qilamiz. Balki u yerda odam bordir. Yangi Zelandiya o'zi qayerda edi? Shu yerdami? O'zi u yerda yozib qo'yilgan bo'ladi. Qani o'qichi nima deb yozilgan? Anilan dublyajga obuna bo'ling deb yozilgan ekan. Men Yangi Zelandiyani topa olmayapman. Ey, menga kimdir aytib yorsin. Yo'q, xudoyim, u shu yerga uchib keldi. Yo'q, xudoyim, Chandler, men hali ham tirikman. Ha, men tushunishim bo'yicha sizlar bizni xaritadan ko'ryapsizlar. Oy, axir bu g'urrom-ku. Biz 5 daqiqadan so'ng Aziyani yer bilan bitta qilamiz. Nima? Ey, shoshmanglar. Obbo, mayli, yo'q xudoyim. Yaxshi, lekin men Kanadadaman, u yerda emas. Obbo, nimalar qilib qo'ydim? Meni kutib ol, men esa Kanadaga qarab uchyapman. Ay, bilin. Opa. Yo'q. Yo'q! Wildcat, oy, ahvollar qanday? Nega bu yerga kelding? Qoshlaringga bit tushsin. Yana ozgina va sen o'lasan. Hoy, men o'lyapman. Ay, la'nat. Mana o'ldim. Endi ko'ngillaringiz tinchmi? Wildcatdan muzlatgich kerak emas ekan. Jimmy, menimcha biz bu yerga ketib. Nima bo'ldi, Kris? Menimcha men kimnidir ko'rdim mana bu yerda. Ey, bu yana kim bo'ldi? Hoy, bir daqiqa. Men sizlarga hozir fokus ko'rsatib beraman. Xo'sh, qanday fokus ekan? Haligi men sizlarga shuni aytmoqchi edimki, sizlar meni hech qachon ushlay olmaysizlar. Muzlatgich meniki bo'ladi. Ey, shoshmanglar. Ey, men tiqilib qoldim. Ey. Oy, men sen bilan kelishib olmoqchiman. Qani o'zingni lotganga chiq. Xo'sh, biz sen bilan kelishib olamizmi? Biz hozircha 10 ta odamdan 2 kishini topdik. Biz seni hozir o'ldirib yuborishimiz mumkin. Agar sen bizga 2 ta odamni qayerdaligini aytsang, biz seni o'ldirmaymiz. Texno, 2 ta odamni joni uchun o'zingni joningni qutqarib qolishga tayyormisan? Menga yana bitta lotka kerak. Mayli, mana ol. Xo'sh, sen bizga hozir 2 ta odamni qayerdaligini aytasan yoki biz seni o'ldiramiz? Men hozir Just bilan Viorpini mana bu yerda ko'ryapman. Mana bu yer deganing qayer? Mayli, biz boramiz, lekin sen bizga yo'lni ko'rsatib borasan. Kris, mayli, Mr. Beast va Kris to'g'ri yo'lda boryapti. Meni yuragim sezyapti. Ular mana shu binoda. Obbo.
Chris uni ko'rmaganday qilamiz. 100% u aqldan ozadi. Oh, jinursan. Men hozir uni oldiga sakrayman, uni reaksiyasini ko'ramiz. U hali ham bizni ko'rmayapti deb o'ylayapti. Chris bunga qara. 300 olmish. U meni ko'rmadi deb o'ylagandim. Men aniq bilaman, Texno biz qurgan qamoqdan chiqa olmaydi. Gaplaring to'g'ri-yu, lekin bir tekshirib ko'rish kerak uni. Nahotki menga ishonmaysizlar? Ey, bu yerdan qanday chiqib ketding? Senda hatto blok ham yo'q edi. Qochib ketibdimi? Qanday? Men lotkani tashqari tomonga qo'ygan edim, shuning uchun qochib ketib bildim. Chris! Jin ursa men qattiq qo'l bo'la olmayman, shuning uchun meni aldash oson. Mana endi bizda 3 ta qo'lga olinganlar bor. Diqqat, ey, diqqat! Endi sizlar menga berkinganlarni topishga yordam berasizlar. Xavotir olmanglar, ulardan biri Chandler. Shuning uchun menda 2 ta yordamchi bor. Justin, menimcha mendan xafa bo'lmading degan umiddaman. Bo'pti, Fandi, hammasini unutamiz. Chris, Chandler, qani Amerikaga uchinglar. Voel, Kate va Bjorn, sizlar Afrikaga uchasizlar. Men esa ovni Yevropadan boshlayman. Voy, Chandler, mana bu yerga kelgan. Jinursun, ular yoppasiga uchib kelishyapti. Ular bizni izimizga tushdi. Voydat! Obbo, ular xuddi meni orqamdan kelishganga o'xshaydi. Obbo, hozir qo'rqqanimdan siyib qo'yaman. Menimcha bu yerda hech kim yo'q. Obbo, ular Afrikani portlatishyapti. Mayli, hozircha bu yerdan ketaman, lekin men bu yerga yana qaytib kelaman. Menimcha bu yerdan quyon qilish kerak. Axir men o'yinchiman. Axir men tez yuraman. Kim meni oldimdan chiqsa birma-bir o'ldiraman. Yo, jin ursin. Oh, men kimnidir ko'rdim. Qayerda? Qani. Obbo. Men uni ushladim. Ay, blin. Ha. Hozircha meni hech kim topgani yo'q. Smoland, nimalar bo'ldi, oshna? Aslida men yutdim, shunchaki sen meni ko'rmading. Askar Smoland, xo'sh, kimnidir sotishga tayyormisan? Alyaskada kimdir bor, bo'ldi, boshqa narsa aytmayman. Alyaska? Tushunarli. Hozir ular Alyaskaga uchib Rainbow'ni ushlashadi. Biz berkinganlarni teng yarmini topdik. Mana endi yer sharini kichraytirish vaqti keldi. Endi men Shimoliy va Janubiy Amerikani kichraytiraman. Men Yaponiyadan qochib mana bu yerga kelishga majbur bo'ldim. Qara do'stlar, jangovar tayyorgarlik a'lo darajadami? Yangi truskalarni kiyib, olg'a! Bo'pti, men hozirgina yangi truska kiydim. Bu esa Karl. To'g'risi meni sichishim kelyapti, shuning uchun meni o'rnimda u 10 minut o'tiradi. Hammaga salom, men Jimmy'ning o'rnidaman. Menimcha seni kallang katta ekan. Senga shunday tuyulyapti. Oh, menimcha men otishmani eshityapman. Ha, ular hammasini portlatyapti. Amerikaga xush kelibsiz. Bu yerda berkinishga hatto g'or ham yo'q ekan, faqat daraxtlar bor, la'nati. Balki men mana shu yerga berkinsam meni topolmasmikin-a? Bu yerdan qochish kerak, qochib qol! Voy, Rainbow! Men hali yashashni xohlayman, olg'a! Otinglar, nega qarab turibsizlar? Otinglar! Ushla uni, u qochib ketyapti, ushla! Yo! Rainbow, men seni tochli nishonga oldim. Yaxshi ham Rainbowni oldiga berkinmagan ekanim. Bilasanmi nima Rainbow? Men senga Taco Belldan $500 kartochka beraman. Axir men Mr. Beastman. Rainbow, agar menga kimnidir topishga yordam bersang, men senga muzlatgich olib beraman. Bittasi Kaliforniyada. Menimcha ular uni topishsa kerak. Menga muzlatgich kerak. Jinurson, yo'q. Ey, men bittasini topdim. Ey, Spifey, yo'q, Spifey. Ular shu yerda yurishibdi. Yo, iltimos, yo. Ular uni topishdi. Men muzlatgich yutib oldim. Yaxshiyamki Spifey meni o'ldira olmadi. Yo'q, xudoy, ular meni ko'ryaptimi? Oy, Mr. Beast, men Spifeyga muzlatgich va'da qildim. O'ylashim bo'yicha men muzlatgich va Taco Belldan $500 kartochka olaman. Shunday, Mr. Beast aldashni yomon ko'radi. Chiroyli qilib sichib keldim. Oy, e'tibor beryapsizlarmi? Chegaralar qisqarib boryapti, qisqarib. Oy, sen qayerdasan, la'nati? Daraxt tarafing bilan qoparib tashlayman. Texno bor kuchi bilan harakat qilyapti. Menimcha berkinish uchun skinni almashtirgan. Oh, kimni ko'ryapman? Ey, kimni ko'ryapman? Yo, bu yerda hech kim yo'q, Mayli, men seni o'ldirmayman, agar sen bir kishini qayerdaligini aytsang. Agar xaritani o'rtasiga borsang, sen aniq kimnidir topasan. Mayli, rahmat. Endi seni o'lishing kerak. Sen o'lishing kerak. Men seni aldagan. Atiga 3 kishi qoldi. Bu kim bo'ldi? Mayli, kelinglar, kelishib olamiz. Sizlar menga $5000 berasizlar, men sizlarga bitta odam topishga yordam beraman. Orzu, ayb yo'q. Menga $5000 beringlar, men sizlarga Technoplay qayerga berkinganini ko'rsataman. Keyin beramiz. Menimcha men bilaman qayerdaligini. Shoshmanglarchi. Ey, quloq solinglar. Fandi tepada burchakda o'tiribdi. Yo'q, qayerda? Oh, Texno, sen o'lding. Mana endi 2 kishi qoldi. Ey, Konor qochib ketyapti. Ey, men uni ushladim. Bu degani bu o'yinda Fandi g'olib bo'ldi. Oy, men maysalar ichiga berkingan edim. Shuningdek, u muzlatgich $10,000 ga yutib oldi. Ura! Fandi, muxlislarga 2 og'iz gapirib bersang. Men